Aka tezlashtirib qilib beraman deyapman men sizga. Aka nima deganingiz u ertaga kechgacha qilib berdim. O'zi 3 oylik puli qolgan-u. Nima bo'ldi endi? Alo. Aka, alo. Uf. Yaxshimisan, Ali? Tinchmisan? Nima bo'ldi yana? Nima bo'lardi shu mashinani pulida? O'zi 1 oylik puli remontiga ketdi. Yana ertaga kechgacha qilib berdi. Suv pulga erimisanlarmi? Menda pul yo'q, aka. May qaralaring. Mana shu 5-10 ming qilib semishga suv qo'yib yashash jonlaringga tegmadimi? Lishni mani jonimga tegdi. Yo, biz ham normalniy ko'sh ko'tarib, normalniy движение qilib, soqqani bosib, odamlarga o'xshab kayf qilib yashamaymizmi? Nima taklifing bormi? Plan bor. Lekin ozgina qo'rqadigan joylari bor. Ehtiyot bo'lsak o'xshatsa bo'ladi. Unaqa qaltish bo'lsa qo'ya qol, o'rtoq. Etti musalla bilan qilib bo'lmaydi deb. Bo'pti, bilganlaring qillaring. Shoshma. Qizim, oilam uchun hamma narsaga tayyorman. Nima qilish kerak? Men ham ertaga mana pul berishim kerak. Tayyorman. Nima ish? Yaxshi, meni yaxshilab eshiting. Yo'q, bo'lmaydi. O'tqiz. Ota. Keyin men hech kimga qilmadim telefon. Bo'ldilar. Mana mana shu bo'ladi. Bu ham unchalik ta'siriga o'xshamayapti. Ya, yaxshi emas, kengisi. Kengisini ko'raylik. Buchi, manisicha. Bundan oldingisiga tushir. Achilayki turmush Shu qurgan. Yaxshi mashi. Ikkita farzandli odam. Mayli, orqaga qaytar. Mashimi? Yo'q. Kengisi. Bo'lmaydi. Yaxshi emas, u qarang. To'xta. Nabiram oqqon kasalliga yo'liqib qoldi. 3 yildan beri shu kasallanib yuradi. Ijarada turamiz. Nabiramga dori-darmon olishga ham pulimiz yo'q. Duo qilaman sizlarni. Nabiram oyoqqa turib ketsa, iltimos sizlardan yordam beringlar. Ta'sirlikana. Mana shu yaxshi. Men bu ishni qila olmayman, bolalar. Hayotichi buni. Seni kimdir o'ylayaptimi? Ha? Seni hayoting o'ylayaptimi, boss? O'zimizni o'ylagan, davay. Bo'l. Qalay bo'tdi ish? Yaxshi. Qalaysan? Qara. Shuncha karta topib keldim. Bittasini tanlaylik. Ko'rchi. Qormanglar bolalar. Bayramu? Qalay. Hey! Mau. Hey! Dostlarmi? Pullarni har xil joydan yetishimiz kerak. Har xil bankomatdan. Bo'lmasa, sezib qolishadi. Wow.
pullarni oling. Kam ko'stingizga, ro'zg'orga, uyga ishlating. Voy bolam. Shuncha pulni qayerdan olding? Ishlab topdim, oyi. Ishga kirdim. Bo'pti, yaxshi o'tiring, ishlarim bor. Ha, xo'p. Mani birinchi tashab qo'ylari yomon charchadim, ha? Tashab qo'ysangiz tinchlikmi? Ha, nima bo'ldi? Yo, tushaman. Charchadim. Chetroqda mashta to'xtur. Mashta to'xtur, uraymi? Bo'pti, yaxshi dollaring. Davay. Davay. Bo'pti. Bo'pti. Mazasi qo'shdi shekilli. Ketdi. Pasaytir musikani. Alo. Nima bo'ldi? Tinchlikmi gapir? Bo'ldi, hozir boraman. Hozir yetib boraman. Ha, tinchlikmi aka? Ha. Qizimni mazasi yo'q ekan. Bo'ldi, shu chetroqda to'xta. Tinchmish qib aka, u bu yordam kerakmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Elmurod aka, Gaplashamiz. Ha, onaxon. Nimaga yig'lab o'tiribsiz? Bu yordam kerakmi? Nabiramni yolg'izimni berib qo'ydim. Uni asrab qololmadim. Asrab qololmadim. Nabiramga doridan qilishga ham yo'q. Kim bor? Kim bor? Yordam beringlar, kim bor? kimman o'zi? Nima ahvolda yuraman? Shu pul mani qatga qarab olib ketyapti. Judayam kech olib kelibsizlar. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Bolam. Qizim, oilam uchun hamma narsaga tayyor. Nima qilish kerak? O'g'lingizning ahvoli juda ham jiddiy. Zudlik bilan chet elda operatsiya qilmasak, o'g'lingizdan ajralib qolishingiz mumkin. Doktor, siz aytgan pul bizda yo'q. Agar uyimni sotsam ham, u pul yarmiga ham yetmaydi. Bitta yo'li bor. O'g'lingizni ahvolini, holatini video qilib, xalqdan ehson yig'ish kerak. Zora xalqning yordami bilan o'g'lingizning hayotini saqlab qolsak.
qiynalgan oilalarni ehson so'rab chiqqan videosini topib, o'zgartirilgan karta raqamlari bizniki bo'ladi. Ustidagi karta raqamlarni o'zgartirishimiz kerak. Sen yepmaysanmi?